Nuri Türkel әпәнди xata sözüldümü? Asiya Uyghur. Bir qancha kundan buyon Facebook qatarlıq aloqa vositalarida Nuri Türkel әпәндimning chet el medialarining ziyoratini qabul qilgan vaqtda chet ellik ziyorat qilg'uchining Xitoy Uyg'urlarni mustaqillik talab qilyotidi deydi. Uyg'urlar mustaqillik talab qilamdi degan savoliga Uyg'urlar siyosiy avtonomiya, ijtimoiy erkinlik va qadr-qimmati bilan yashash huquqini talab qilib kelgili uzun yillar bo'ldi degan javobni berganligi Uyg'ur jamoati orasida har xil munozaralarga sabab bo'ldi. Menmo Uyg'ur jamoatining bir qismi bo'lish sifatimda bu ishga diqqat qildim va bu haqdagi qarashlarimni ko'pchilik bilan o'rtoqlashishni muvofiq ko'rdim. Iroqni qo'yib 1949 yildan tortib Xitoy kommunist hokimiyatining ta'liyi undan kelib, vatanimizni ilmiy-fikirlar bilan bir pay o'q atmayla egilib olgandan beri xalqimizni izchil aldab va razil suiqasdlar bilan qirg'in qilib keldi. Qahramon Sharq Turkiston xalqi bu bostirishlarga qo'lida qurolning suniqimi yo'q holatda issiq qon va jonlari bilan qarshilik ko'rsatib keldi va bu jarayonda ig'ir badallarni to'ladi. Ammo Xitoy hokimiyati Sharq Turkiston xalqiga qaratgan chekdan oshgan fashizmcha bostirishlarni dunyodan yoshirib, xalqimizni bo'lgunchi kuchlar, uch xil kuchlar, radikal terrorchilar degandek xilma-xil cho'ng qalpoqlar ostiga mahkum qilib, Uyg'ur xalqining yo'lliq kurashlarini, yo'lsizlik, vatanni parchalashga urinish, diniy ekstremizmchilar degandek badnomlar bilan bu bostirishlarni yo'lliq qo'g'dinish, dunyo ahli bilan bir safda turib, dunyo tinchligini qo'g'diganlik darajasiga ko'tarib tashviqot qilishdi. Natijada biz Xitoyning bu bo'xtonlar sabablik 2001-yili terrorlik qalpig'ini kiyib, dunyo jamoatining diqqatidan, e'tiboridan qoldik. Ammo lagerlar masalasining o'ttirg'i chiqishi va Xitoy-Amerika orasidagi savdo urushining boshlanishi Uyg'urlar masalasining qaytadan xalqaro sahnalarga chiqishiga turtki bo'ldi. Xitoyning Abdibashirisining kayni-kayndan ichilishiga ergishib, dunyo miqyosida Xitoyni ayblash to'lqini ko'tarildi. Bu albatta Sharq Turkiston da'vosi uchun tarixdagi eng muhim fursatlarning kelayotganligining bishorati edi. Gapning o'ziga kelsak, Nuri Türkel әпәндimning riyosatchining so'rgan savoliga bergan javobi haqida bir narsa deyishdan avval riyosatchining savol haqida to'xtalaylik. Riyosatchi: Xitoylar Uyg'urlarni mustaqillik talab qilyotidi deydi. Uyg'urlar mustaqillik talab qilyotamdi deb so'rgan. Agar nuqul yo'sindiki Uyg'urlar mustaqillik talab qilamdi deb so'rgan taqdirda bu savol faqat riyosatchining o'z qiziqishi va so'ralgan savol deb qarasak, keynidiki Xitoylar mundaq deydi, rost shundaqmi degandek savolni oddiy nuqtadagi qiziqish ma'nosida so'ralgan savol deb tushunsak, meningcha to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Chunki ular Uyg'urlarning yillardan beri Xitoyning tangsiz siyosatlariga qarta ko'rsatib kelgan qarshilik harakatlarini mustaqillik uchun
elib bervatıdı degan nuqtaga yig'inchoqlab, Xitoyning Uyg'urlarga ortgan töhmatlarning rost yoki yolg'onligini bilmoqchi deb tushunsak, ondan bu savolga berilgan javobning to'g'ri yoki xato ekanligiga aniq hukm qilg'il bo'lishi mumkin. Ya'ni, yillardan beri Sharq Turkiston xalqi Xitoy mustamlikasi ostida atalmış avtonomiyaga, atalmış demokratiyaga, atalmış kishilik haq huquqlarga erisholmay keldi. Hatto xalqimiz oqibatda ma'rif, urf-odat, diniy e'tiqod qatorliq insonlik haq huquqlari butunlay tortivilinib, millat sifatida qirg'in qilinish, ya'ni irqiy qirg'inchilikqa uchrash darajasiga yetdi. Bundaq bo'lishidagi sababmi xalqimizning izchil Xitoy mustamlikasiga bo'ysunmasdan o'z haq huquqlarini qaytarib elish uchun uzluksiz bosh egmasdan kurash qilganligidan Xitoy bu xalqni butun bir millat sifatida yo'q qilmoqcha o'z maqsadlariga yetolmaydiganligini cho'nqur his qilganligidan bo'ldi. Darvaqa Xitoyning Uyg'ur xalqi ustidan elib berayotgan bostirishlari insoniyatga xilof jinoyatlar bo'lib, bu jinoyatlarning yuz berishi hargizmi xalqimiz Xitoy vatanini parchalaymiz, mustaqil bo'lamiz deb kurash qilganliklari uchun emas, ya'ni Sharq Turkiston xalqi 1949-yildan tortib Xitoy kommunist hokimiyatiga qarshi elib borgan kurashlarning hammasi mustaqillik shuari ostida elib berilgani yo'q. Qirg'inchilik vatan ichida bo'lyotidi. Bostirishmi dal Sharq Turkiston zimini ichida bo'lyotidi. Shu sabab bu savolda ko'zda tutilganimi dal Sharq Turkiston zimini ichidagi masala bo'lib, bu yerda Nuri Turkalning bergan javobi qilchilik xato emas. U shundoq javob berishi kerak va vatandagi xalqimizning begunoh tuhmatlarning qurboni bo'lganligini mushu so'zi bilan xalqaroga bildirish kerak. Bu so'zdan mustaqillik irodamizni xalqaroga bildirmay, Uyg'urlarning avtonomiya talab qilganligini dunyoga jakarladi degandek qarashda bo'lishlar yoki maqsadni tushunmaslik va siyosatni bilmaslikdan va yoki da'voyimizni Xitoyning ko'nglidagidek parakanda qilishdan boshqa narsa emas. Uyg'urlarning da'vosi haqliq da'vo bo'lib, biz bu yerda vatan ichidagi da'vo bilan vatan sirtidagilarning qilayotgan da'vosini bir nishon va bir yo'nalishga bog'lab qo'ysak, undaqda Xitoyning chet el bilan til biriktirganlik tuhmati, vatanni parchalash tuhmati, radikal terrorchi tuhmatlariga so'rin hozirlab, uni quvvatlab bergan bo'lamiz. Vatan sirtidagilar albatta mustaqillik umid qilamiz. Buning uchun kurash qilamiz. Lekin biz vatandagilar bilan til biriktirib, bu kurashni mushu maqsadda davom qilayotganimiz yo'q. Vatandagilar gunohsiz. Shu sabab xalqaro sahnalarda da'voni anglatganda, qandoq sahnalarda nima deyish, nimani demaslik masalasida da'vo beshidagi pidokor qarindoshlarni hurmatlash asosida ularning qilayotgan xizmatlariga baho bersak, xatolik bayqalganda hissi tuyg'ularimiz bilanla aqlimizdan o'tmagan fikrlarimiz bilan da'vo ishlariga to'salg'i bo'lmasdan, balki masalalarning yuz berishidagi sabablar ustida
ko'proq izdansak, meningcha bu da'vo beshidikilar uchunmi va da'voga ergashguchilar uchunmi, shundaqla barliq vatanning ozodligi va mustaqilligini xohlovchilar uchunmi ko'ngildagidek ish bo'ladi. Bir necha kun avval Dalay Lamaning Yeni Dehlida bayonot berib, butun dunyodagi Tibet masalasini biladigan kishilarning hammasiga bizning mustaqillik istamayotganimiz ayon. Ammo bir qism Xitoy axborotlari yanada bizni bölgünçiler qatoriga chiqaryotidi, dedi. Biz bu yerda Dalay Lamaning bölgünçiler degandek so'zni qilishidagi sabab haqida o'ylanib ko'rsak, biz tushunalmagan nurg'un masalalarni oydinlashtirib olishimiz mumkin. Ya'ni Tibetlar xuddi Uyg'urlarga o'xshashla mustamlika ostidagi millat qatoriga kirmaydi. Gerçi biz haqiqiy yo'sindagi mustamlika ostidagi millatlar bo'lsaqmi va ba'zida chet el medialarda yoki chet el hukumatlarining bir qism arboblar tarafidan mustamlika qilingan millat ekanligimiz qisman ta'kidlansimi, qonuniy nuqtadan biz yanala mustamlika qilingan millat degan nomiga ega emas. Ya'ni burunqi bir maqolamda ta'kidlab o'tganimdek, Xitoy 1971-yili BDTga a'zo bo'lganida Xitoyning zimin butunligi e'tirofga erishgan. Bu e'tirof qilish toki BDT degan bu organ qonuniy yo'sinda kuchdan qolg'icha yoki Xitoy BDTdan qo'g'landi bo'lg'icha yanala kuchga ega bo'lib, BDTga a'zo davlatlar yanala qonun nuqtasidan Xitoyning zimin butunligini hurmat qiladi. Shu nuqtadan Xitoy territoriyasiga tava deb qaralgan rayonlarda Xitoy hokimiyatiga xavf elib keladigan har qanday ish, faoliyatlarni to'sish va uni bostirish yo'lliq bo'lib, Xitoyning bizga yillardan beri chaplagan turli badnomlari dal mushu nuqtadandir. Men bu nuqtani oldingi bir maqolamda ta'kidlaganimda, bir qism bilarman do'stlar, BDTning hatto Amerikaning qonunigami o'zgartish kirgizsa bo'ladiganligini misol qilishib munozirlashgan edi. Ammo bugunga qadar texi bu qonunlarga o'zgartish kirgizilgani yo'q. Afsus, bu qonunlar bugun yanada kuchga ega. Shu sababdan kurashlarimizning shuari mustaqillik bo'lganida nurg'un davlatlarning iqtisodiy va ma'naviy jihatlardagi qo'llashlardan mahrum bo'lib keldik. Afsuski, da'voyimizning yuksalishi uchun iqtisodiy va ma'naviy jihatdagi qo'llashlar intayin muhim edi. Bo'libmi, yaratquchimizdan boshqa hech qanday yo'lanchiga bo'lmagan Uyg'ur uchun bu qo'llashlar intayin muhim edi. Amaliyotda hech bir Uyg'ur mustaqillikni tark etmaydi. Davlat albatta har bir qavm va shu qavmning har bir a'zosi uchun intayin muhim ish. Ammo mustaqillikni Amerika yoki boshqa bir davlatlar bizga elib bermaydi. Balki o'zimizning aql parosati, kuch-quvvati bilan bu muqaddas vazifani o'rinlaymiz. Ammo mustaqillik uchun xalqaroning qo'llashi bo'lishi kerak.
bu qo'llash bizga yüklangan Batnamlarning yolg'onligini isbotlash va Xitoyning suiqasdlarini, Sharqi Turkistonni qonunsiz egilib olganligini, va'da qilgan avtonomiyaning bizga hech nimasi berilmaganligini, insoniy haq-huquqlarimiz, hatto Uyg'ur bo'lganligimizning o'zi jinoyat sanılib, bizni butunlay yer zamindan yo'q qilib o'tish g'arzida irqiy qirg'inchilik qilayotganligini to'xtamay ichib tashlashimiz kerak. Ya'ni xalqaro qonunlar ustida ko'plab izlanishimiz, xalqaro qonunda Xitoyning zamin butunligi e'tirof qilinganligi bilan bir vaqtda yana tajovuzchilik jinoyatiga jazo berildiganligi, insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazgan davlatlarga jazo berildiganligini bilishimiz va hozirgi dunyoda BDT'dan boshqa texi hech qanday bir organning xalqarodagi irqiy qirg'inchilik va tajovuzchilik masalalariga qarta jazolash elib berish salohiyatiga ega emasligini bilishimiz. Qo'limizda iqtisodiy kuch, harbiy kuch, siyosiy kuch yoki keynimizda bizga dastak bo'lg'idak biror davlat, biror tashkilot bo'lmagan sharoitda gulduri bor yomg'ir yo'q shuvarlarning qurboni bo'lishni emas, xalqaro qonunlar asosida o'z haq-huquqlarimizni yo'lliq qo'g'dash bilan birga zavolliqqa yuzlanish oldida turgan Xitoyda biror o'zgarish yuz bergan hamon vatanimizning hurligini qonuniy yo'sinda xalqaroning birdaq qo'llashi ostida qaytirib elish yo'llari ustida izlanishimiz zarurdir. Növətdə Amerika bilan Xitoy orasidagi savdo urushi so'g'uq urush davriga kirish oldida turibdi. Bu albatta da'voyimiz uchun mo'ljalliksiz esil fursatlarni ilib kelish bilan birga bizningmi bu fursatlarni g'animat bilalaydigan tayyor hozirliklarda turishimizni va butun insoniyat bilan bir sapda turib Xitoy tajovuzchilariga zarba berishimizga ehtiyojliq muhim vaqtlardir. Shu sabab ichki ixtiloflarga nisbatan so'g'uqqan va sagak bo'lib yuz berayotgan masalalar ustida astoydillik bilan izlanib, ko'proq uchur ko'rishimizni har vaqt hissiyotimiz bilan emas, balki aqlimiz bilan hukm qilishga odatlanishimizni umid qilaman. 2018 yil 17 dekabr